Joriy yilning 2, 3, 4 may kunlari Boysun Pirbuqor tog'lari-yu asoatlik jo'shqin daryolari bilan mashhur. Tandir go'sht qadimiy ta'm, milliy zavqdir. O'zbek taomlari orasida tandir go'shti nafaqat mazasi, balki tayyorlanish jarayoni ham o'ziga xos. Bugungi bo'lib o'tayotgan Tandir go'sht fest 2025 festivalda ham albatta bir-birini takrorlamas, o'sha tandir go'shti tayyorlanish jarayonlariga guvoh bo'lish mumkin. Bu jarayonlarda denovlik oshpazlarimiz ham o'zlarining faolliklarini ko'rsatishmoqda. Assalomu alaykum. Necha kilo endi bu qo'y go'shti? Qo'y go'shtimiz 25 kilogramm go'sht. Tayyorlanish usuli mana nimtalab kesiladi. Keyin peripera va zira